turish kerak. Assalomu alaykum hurmatli do'stlar. 1-aprel kuni Madridning Real jamoasi o'z uyida Real Sociedadga qarshi Copa del Rey kubogi bosqichida javob uchrashuvini o'tkazadi. Bu o'yin ikkinchi o'yin, ya'ni javob uchrashuvi bo'lganligi sababli Real Madrid uchun ham juda muhim, chunki bu o'yin yana bir kubokga tushishimizga imkoniyat yaratadimi, yo'qmi, shu narsani hal qiladi. Bu o'yinni sanasi aniqlangandan so'ng endi baribir odam o'ziga yuragida olib yurgan baribir niyatlari bo'ladi-ku. O'shanga endi o'zim yoshligimdan Real Madridda Ronaldoning katta fanati bo'lganim sababli baribir orzu bo'lib qolgandi. Bir marta bo'lsa ham Real Madridda Santiago Bernabeuda o'yinini ko'rish. Shu orzuyimni amalga oshirish uchun 2 hafta oldin o'sha hamma narsalar sotuvga chiqqanda, birinchilardan bo'lib iloji boricha shu biletlarni sotib olishga uspet qilib, hamma narsani organizatsiya qilishga harakat qildim. Hamma narsa o'zi tayyor. O'yinga bilet sotib olingan, samolyotlar, gostinitsa, hamma narsa o'zi bron qilingan. Endi qoladigan ish bugun kechgacha hamma narsalarimizni yig'ib, dokumentlarimizni taxlab, sekin aeroportga yo'l olish va aeroportdan Madridga. Soat ham kechki 10 ga yaqinlashib qoldi. Xudo xolasa 1 soat 20 minutlarda sekin avtobus olib yo'lga chiqib ketamiz. Vokzalga borishim kerak birinchi. Vokzaldan aeroportgacha yana bir uzoq 2 soatlik yo'l. Sekin yo'lga chiqib ketaman. Mana hozir soat ham 11:30 bo'ldi. Adashmasam bir 8 daqiqalardan keyin avtobus keladi. Shu bilan vokzalga yo'l olamiz. Mana bu yotoqxonamizning yon tarafi. Sekin yo'lga tushamiz. Xudo xolasa endi borganimizdan borgunimizcha bo'lgan yo'llarni hammasini ko'rsatib borishga harakat qilamiz. Avtobusga chiqib oldik o'zi. Mana sekin xudo xolasa ketyapmiz. Endi vokzalgacha yetib olish kerak. Vokzalga kirib keldik. Mana tabloda Shigatning 9-reysdan bizniki keluvchi. Soat 00:24. O'shani olib ketamiz xudo xolasa. Kechki soat 12. Mana glavniy vokzalimiz. Endi men yashaydigan shahar kichkina deganimdek, o'sha aholisi kam. Kechqurun 12 bo'lganda vokzal ham unchalik gavj emas. Soat 12:20 deydi adashmasam. Poyezdga minsam, shu bilan 1 soat yo'ldamiz. 1 soatdan keyin borib turib, yana bir 20 minut kutib, keyin boshqa poyezdga o'tiraman. Shu bilan aeroportdaman. Sal yengilishimman 12:24 da ekan, mana vokzal bo'm-bo'sh, itam yo'q. Hech kim yo'q. Ishqilib poyezdim kelsa bo'ldi. Bir xillarda bunaqa vaqtda poyezd atmay qo'yarishadi. Poyezd kelmasa bilmayman qanaqa Berlinga yetib olaman. 20 daqiqalik sovuqda kutishdan so'ng mana poyezdimiz sekin yetib keldi. O'tirib endi poyezdga osilib ketamiz. Men hozir mana vokzalga keldim. O'ylagandim, пересадка ham 20 minut deb, keyin bundoq qarasam 40 minut ekan. O'shanga endi sekin McDonald'sga yorib bitta kofe zakaz qilib o'tiramiz 40 minut. McDonald'sga ham kelib oldik. Hozir endi bitta kofe zakaz qilib o'tiribman. Mana McDonald'dan ham chiqdik. Endi sekin poyezd reysiga ketaman. 5 minutdan keyin poyezd, 18 minut yo'l va aeroportdaman. Tekshiruvlardan o'tib sekin kirib o'tirmasam, cho'ta odamim mazasi bo'lmayapti. Bor, uyqum kelib ketyapti. Bir amallab vaqt o'tkazib olsam, keyin hamma yaxshi bitadi. Pashti yetib keldik. Aeroport tekshiruvdan ham o'tib oldik. Ozgina cho'zilib ketdi. Endi sumkamda powerbankim borligiga hammasi bu bomba ko'tarib olgan deb o'ylash shekilli, bilmayman. Chuqur kutdim, bir 15 minutmi o'chirdim kelishini. O'chirdim kelgandan keyin bitta ochishda qarashsa, powerbankim просто skaner qilib ko'rsatishdi. Hamma tekshiruvlardan o'tib oldik. Sekin doqsi ko'rinaman ekan. Mana bu samolyotga hozir o'tiramiz. Ishqilib hammasi yaxshi o'tdi. Sekin ketishga tayyorgarlik. Уже yetib keldim Madridga. Hozir chiqdik samolyotdan. Endi sekin tashqariga chiqib turib sayohatni boshlaymiz. Oldimizda 1,5 kun peshkom yurish turibdi. Aeroportdan eson-omon chiqib oldim. Hozir shahar markaziga boradigan avtobus yonida turibman. 5 euro ekan. Avtobus Aeroport Express nomlanadi. 20 daqiqa ichida adashmasam shahar markazida bo'lamiz. Lekin bilmayman, nimagadir hozir bir 10 minutdan beri turibmiz, prosta shofyori yurish niyati yo'q. Menimcha boshqa avtobusga o'tiramiz. Shahar markaziga ham yetib keldi. Endi sekin nonushta qilgani joy qidiramiz. Xudo xolasa endi bitta joy ko'rib qo'ydim. O'zi 3 kunga plan qilib olganman. 3 kunlik planimni hammasini ChatGPT bilan qilganman. Endi to'g'risini aytaman. Chunki TikTokda o'tirib qatga borish kerakligini bittalab ko'rib chiqishga nastroyeniya ham yo'q edi to'g'risi.
Men bu ko'rib turgan binolar Puerto de Alcalá deb nomlanadi. Uni nomini kelib chiqishidan sabab oldin ikkita shaharni o'rtasidagi ajratib turuvchi, ya'ni chegara vazifasini o'tagan. Keyin yana bir narsaga ahamiyat beradigan bo'lsanglar, Ispaniyada juda ko'p odamlar mototsikl, skuterlarda yuradi. Bunga sabab Ispaniyada parkovka joylari qimmatligi. Ikkinchidan, agar mashinangiz bo'ladigan bo'lsa, parkovka topib olishingiz qiyin, ham oyiga katta to'lovi bor. O'zimcha nonushta qilganim, men bu kulinarniy magazinga kelgandim. O'zimcha mana xuddi hech kim yo'q ekanda bitta o'ngga qarasam, o'chir to'la ekan. Mana o'shga kirish. Odamlar ancha turibdi. Endi ko'ramiz, endi menyusini ko'rmaganman, ichkariga kirib turib tez zakaz qilish kerak bo'ladigan bo'lsa, bilmadim nima qilaman to'g'risi. Bilmadim, bu brat kelib turib ham tayoqchasi bilan follow me dedilar, endi orqasidan ketyapmiz. Keldi. Endi unchalik odamni undoq hayron qoldiradigan narsa yo'q o'xshayapti. Faqat bolalar kirasan. Mana bunaqa shirinliklar bor ekan, narxlar normal osmon narxi ekan. Shu zakaz qilgan narsa ham keldi. Men qanaqadir qovurilgan xamir bilan shokolad berilar ekan. Endi buni to'g'risi umrimda yeb ko'rmaganman. Narxi mana 620 ekan. Normalniy. Yeb ko'rib baho beramiz endi. Shokoladga botirib yurganmiz. Masalan, shokolad ta'mi gap yo'q. Yaxshi narsa to'g'risi. Maslahat bergan bo'larim, sal qimmat, lekin narsa. Bu Madridning eng gavjum ko'chalaridan biri. Daraxtlar juda ham chiroyli gullashgan. Hozir kamera buni yetkazib bera oladimi, yo'qmi? Butun ko'cha faqat gul bilan. Kelganimga 2 soatdan o'tgan bo'lsa ham, o'zi qaroma 10 ming qadam yurib qo'yaman. Bu joyga aylangani boradigan bo'lsam, agar bu dam olish bo'lmasa, faqat pishkom yurish. O'shaning orqasidan ham ancha-muncha ves tashlab qo'yaman har safar. Ushbu maydonning nomi Puerto del Sol. Bu maydon o'zimizning O'zbekistondagi mustaqillik maydoniga o'xshagan maydon ekan, chunki Ispaniyaning mustaqilligini aynan shu maydonga taqqoslashar ekan. Xuddi bizda ham mustaqillik maydoniga taqqoslagani kabi, bu yerda ham mustaqillikni amalga oshirish uchun eng katta qadamlardan bittasi shu maydonda bo'lgan ekan. Bu maydonning nomi Plaza Mayor. Bu qaysidir shaxsning nomiga atab qo'yilgan ekan. To'g'risi, tarixi bilan qiziqib ko'rmadim. Unchalik ko'p odam kelmas ekan, lekin kam odami ham ancha-muncha ekan. Bu qarshimizda turgan Basilika cherkovi 1739-yildan beri faoliyatini yuritar ekan. Bir kirish bepul ekan. O'shanga hozir bir ichiga kirib ko'rmoqchiman. Ichiga ibodat uchun emas, prosta qiziqishdan ko'rgani kiryapman. Juda ham chiroyli, arxitektura juda ham chiroyli. To'g'risi, birinchi marta Madridda bo'lganimda bir kunga kelgandim o'zi. Lekin bunaqa joylar borligini bilmagandim, to'g'risi. Ob-havosi zo'r, to'g'risi. Quyosh hamma yoq issiqqina bo'lib turibdi. No, baribir sal sovug'i bor-da. Masalan, quyosh chiqqandan keyin ham baribir sal sovug'i bo'lib turadi-yu. O'shanisi bor. No, lekin aylanishga cho'tka havo bo'lib turibdi. Odam terlamaydi ham, sovqatmaydi ham. Biroz tepadan ko'rinishlari. Vaqt ham o'sha ovqatlanish vaqti bo'lib qoldi. Bir oy oldin adashmasam Barselonaga borganimda, u yerda shu fast food bor ekan, Taco Bell degan. Bir marta kirib chiqqandan keyin odamga yoqib qolar ekan. Ta'mi ham zo'r, meksikanlar faqat mol go'shti, tovuq go'shtidan qilishar ekan-da. Hozir o'shani yeyim kelib qoldi, Germaniyada yo'q-da. O'shanga kelganimda yeb qolay deb ketolmay o'shani oldik. Sizlarga aytgan Taco Bell. No, o'zimizning lavash bilan kartoshka. Lekin kartoshkasini bilmayman qanaqa ziravorlar bilan qilishadi. Ta'miga vasha gap yo'q. Agar kimdir mana shu Ispaniyaga keladigan bo'lsa, bir zerikkanda bitta kirib ovqatlanib ko'rishini maslahat berardim. Unchalik qilib hozir ovqatlanib chiqishga ham umid qildim. Endi qornim to'ydi, oxirida o'sha odam yegisi kelmay qolgandan to'g'risi charchadim. Kechasi uxlamaganman. Kun bo'yi aylanib, endi soat 3 da ruxsat berilgan, masalan, kelib turib yotoqxonaga joylashishga. Yotoqxonam ham hostel, tipa общий комнатаdan kravat olganman, qulfi bor, narsalarimni qulflab turib, bir 2 soat bo'lsa ham uxlab olaman turibman hozir. Metro turibdi, ertaga xudo xolasa shu metrodan tushib turib,
Keyingi avtosalonda Santiago Bernabeu degan gaplarni eshitishni odam intiqlik bilan kutyapti. O'sha hostelga ham joylashib oldik. Ko'rinishi shunaqa. Endi bitta xonada bir 6-7 odam birga turamiz. Lekin narsalar hammasi uxlanadigan yashiklari bor. Mana masalan ham bunaqa. Uxladim, 1-2 soat uxladim, 2 soat o'zimni xohishim bilan turmadim. Masalan, amaki bor ekanlar, yomon bag'irchang qilib qo'yadilar o'zlari ham. Uxlab turadi, qulfini, kaltini esdan chiqarib qo'ydi. Topolmayapti, kalt endi shunaqa qarsillatib ochyapti. O'shani orqasidan uyg'onib ketdim. Turish qiyin bo'lsa ham endi ezonomo chiqib oldim. Yomon uyqum kelib turadi o'zi. Lekin baribir aylanish kerak. Endi uxlash uyda qilish ham imkoniyati borligi uchun endi hozir Retro Park degan joy bor ekan. Katta ploshad. O'shga aylangan ketyapman. Bu yer bog'ning asosiy vaqt o'tkazish maskanlaridan biri. O'tgan yil bo'lganda ham shu qayiqlar mashhur edi. Bu yil kelganda ham shu qayiqlar o'zgaryapti. Rangini ham o'zgartirib qo'yishmoqda xachabi. Bir yilda bir kraska qilamiz deb. Hozir borib ko'rib so'raymiz necha pul ekan. Negadir shu noxushxabar yaqinlashayotganga o'xshaydi bor, chota odamlarni to'planib turishiga qaraganda menimcha o'chirdi. 15-20 minut turdim. Raza bir-biri bilan ispanchalab gaplashishdi, nimadirlar bo'ldi. Keyin oxirida brat ketdim, aka dedim, tarjima qilib bering, nima bo'lyapti? Bo'pti, desam, bugungi biletlar qolmadi. Ertangi soat 10 dan boshlab sotib olishim mumkin, lekin bugun iloji yo'q edi. 20 minut tekinga turib berding, endi sekin borib, ancha borsa. Mana bu o'shda yaxshi manzara bor. O'shda o'tirib sekin endi manzaradan dam olamiz. O anta modalar namoyish bo'pti. Opalar katta qo'yinlarniki yo'q. Bilmadim endi nima qilishim. Men sizlarning o'rningizda bo'lishim mumkin edi. Lekin bilet qolmagan ekan. Nima qilamiz endi? Taslim bo'lish yo'q. Xudo xolasa ertaga kelaman. Bugun kech payt onlayn sotib olishga harakat qilib turib biletni ertaga kelaman endi. Taslim bo'lgan qo'rqqanni qo'ltig'i sinsin deyshadi. Shunaqa qilib ertaga xudo xolasa kelaman. O'yindan oldin bitta kepshotga bir o'zim yakkama-ho'l qayiq uchun quyoshni suvda akslanishini qaranglar. Mazzami? Yonimizda bratam gitarani bunday zo'r kuch chalib beryaptilar. Rahmat. 1-2 so'm qistirib qo'yaman hozir. Joylar bo'lsa, Toshkentda bo'lsa-da bormasmi deylar, to'g'risini aytinglar. Bormasmi deylar. Mazza qilib parchka bu qayiqda uchish mazza emasmi? Spokojniy video olib turdim. Brat kelib tepish boshladilar. Menimcha tipa ketdigan ma'noda boshladilar shekilli. Turib o'zidan o'zi koptoni olib turgan tarafga qarsilab tepish boshladilar. Aynan men yurish boshlaganimdan keyin to'xtatdilar mana. Gap yo'q. Men tushundim yo'q-ku. Bu Retro Parkka adashmasam shahar o'rtasidagi yashil maydon sifatida qaralar ekan. Endi yashil maydon sifatida ham o'z holatiga tashab qo'yilmagan. Hamma narsalarni cho'tga kesib qo'yilgan. Masalan, butalar bo'ladigan bo'lsa, butalarni ham chiroyli qilib kesib qo'yib, odam ko'rganda, "Oh, bu yerda anchadan beri hech kim ichbolaga ish qo'l urmabdi" deydigan gap qilmaslik uchun ham cho'tga qilib qo'yishgan. Park ichida yurganingizda ham bundoq qaraydigan bo'lsa, g'ozlarni, o'rdaklarni suzib yurishi odatiy xalq ko'rilar ekan, to'g'risi. Tam kechki 9 уже. Menimcha bugungi kun mana shu yakuniga yetyapti. Chunki уже oyog'im pishdi. Boshqa yugurgim ham hech bo'lag'im kelmayapti. Hozir qaradim, 19 kilometr peshkom yurib qo'yibman. 26 mingtami shak bo'libdi, короче. Endi sekin borib turib magazindan yegan nimadir olib turib, keyin uxlash kerak. Ertaga o'yin, xudo xolasa o'yinga yaxshi tayyorlanib, kuch yig'ib, chunki o'yin ham 9:30 da boshlanar ekan. 11:30 da, kamida 11:30 tugaydi agar ekstra taymga o'tib ketib qolmasa. O'shaning uchun kuch kerak ertangi. Shu ko'chalarda bitta narsasiga ahamiyat berganim, Ispaniyada shu qaysi shaharda bo'lmagan bo'lsam, masalan, Barselonada, Tenerifeda yoki Madridda bo'lgan bo'lsam, hamma yoqda juda ham ko'p bir tomonlama ko'chalar. Ya'ni mashina faqat bir yo'nalishga harakatlanadi. Qoyil. Bir o'ylab ko'rdim, O'zbekistonda bo'lsa nima bo'lardi? Biznikilar Yandex shunaqa deyapti, Yandex navigator shunaqa deyapti deb qarama-qarshi yo'nalishga kirib qo'yadi mashinasini. Keyin yo'lni boshida turgan mashinani so'kadi. O'tkazib yubormaysanmi, qanaqa odamsan deb. Yana bir narsaga ahamiyat berganim, odamlar bir-biri bilan do'stona.
juda hurmat katta bir-biriga. Masalan, bizda boshida ketayotgan bo'lsa, yonidan sal qisib qo'ysa boshlaydi-yu, onasidan olib keladi, san deydi, ko'rsan, unaqa pravani sotib olgansan deb. Bu yerda masalan xato qilib qo'ydimi, aytishar ekan, hamma ham xato qiladi-yu. O'shanga masalan ertaga o'ylashar ekanda, bu narsani o'zim qilsam nima bo'ladi? Meni ham to'g'ri qabul qilishlarini xohlardim degan odam birov xato qilsa, uni ham to'g'ri qabul qilar ekan. Mana o'sha Google'da va TikTokda mashhur ko'chaga yetib keldik. Ko'chani to'g'risi nimaga mashhurligini tushunishga harakat qilaman. Masalan, to'g'ri chiroyli manzara, binolar ham, arxitekturasi chiroyli, lekin qiziq tarafi nima bu yerda особенный? Mana bu Madridning markaziy ko'chasi. Kamerani yaqinlashtirsak ko'rish mumkinki, mana bu главный kruг. O'zimizda ham rohatli krugi bor, bu ham o'shanga o'xshab любой yo'nalishga sizni jo'natib yuboradi. Xohlasangiz o'ngga, xohlasangiz chapga, xohlasangiz so'lga ketaverasiz. Adashmasam, Real har yili Chempionlar Ligasini yutsa, mana shu haykalni oldida nishonlaydi. Adashmasam. Lekin cho'ta opaning yuzi unga o'xshamayapti, o'shanga menimcha boshqacha deb o'ylayapman. Mana ko'chadagi bozorchaga keldik, sharf olmoqchiman. No, narxi cho'ta qimmatga o'xshab ko'rinyapti. O'tgan yili kelib olganimda 10 euro edi, bu yil 15 euroga ko'tarib qo'yishibdi. Hozir bir sodalashib ko'raman. O'xshasa bitta sharf bilan bitta bayroq olaman. Ikkalasini 20 ga beradigan bo'lsa olaman, bo'lmasam ketib boraman. Narxlarni to'g'risi akamiz sentrda sotyapmiz deb narxi yomon osmon tortdilar. Sharfni nech pulsam 22 deydi, bayroqni nech pulsam 20 dedilar. Aka dedim, duoyingizdan men ketdim dedim. 42 euroga bayroq bilan sharf olamanmi? Jinni bo'lib qo'ygan buni. Undan Real ofitsialniy store magaziniga borib turib 15 euroga o'shdan olganim tinchroq. Google Maps'dan bundoq qarasam, mana shu yerda bir tepada zdaniya bor ekan, baland bino. O'shda tepaga chiqib turibdi, bitta kofe ichsa bo'lar ekan. O'shga chiqishga harakat qilaman, endi baland ko'ryaptimi yo'qmi? Xo'p, mana bu men shaharda probkani qattiq qilyapti. Hammayoq probka deydi, o'zimizni qo'ylig'i probkasiga o'xshab ketadi. Lekin hech kim signal chalmayapti, shunisi bor. Bizni qo'ylig'i probkasida 2 sekund yashilonganda gazni bosmay, sirrazi. Ichkariga kirishga kirib oldim. Pulli ekan, kirish to'g'risi, masalan, so'radim informatsiyasidan. 5,5 euroga olishim kerak edi-da. Keyin operativ jo'natib, operativ borib qarasam, 2 xil tarif bor ekan, tipa to'liq pulni to'lash и chegirmali. Chegirmaligini bundoq qarasam, kimga ekan? Studentlarga ekan. Tars 4 euroga oldim, 5,5 euro edi, 4 euroga oldim. 1,5 euro har ne. Tomga ham chiqib oldim mana. Manzarasi yaxshi ekan, to'g'risi narx-navosi ham zo'r. 4 euroga hech qaysidan yana tongga chiqarishmaydi, to'g'risi. Hozir bu yoqdan unchalik zo'r emas ekan. Bu yoqdan ham sekinroq qarab ko'rsak. Chiroyli manzara, to'g'risi. Kechqurun qanday ko'rinishda bo'lishini ko'rgisi kelyapti odam, no kech payt o'yin bor. Nima qilamiz endi? Atak chiroyli. O'tiribman hozir, havosi zo'r. Shabada, mayin shabada esib turibdi. Shahar ko'rinishi ham qanaqadir tepadan unchalik ishg'ol qilmas ekan, lekin baribir gavjumligini ko'rsa bo'ladi. Masalan, mana ko'chalar to'la, odamlar hamma ko'chada. Menda ham motivatsiya 100%. Birinchi o'yinda Bruno yutgan bo'lsak, endi o'zimizni uyimizda Santiago Bernabeuda Real Madrid yarim finalda endi ko'ramiz qanaqa o'yin ko'rsatishar ekan. La Ligada o'yinlarimiz unchalik o'zim yoqmayapti. Masalan, yutyapmiz, lekin qiyin. Masalan, oddiy jamoalarni ham zo'r yutayotgandan keyin ko'p narsa kutish qiyin bo'lyapti, lekin Chempionlar Ligasi baribir bizning liga. Chempionlar Ligasidan 100% довольный. Bitta shu Madrid, Atletico Madridga qarshi o'yinda sal odamni xafa qilishdi. Brunoga yutqizib turib zo'rg'a penaltilarda yutdik-ku, lekin muhim g'alaba. Pastga ham tushib oldim. Endi sekin bitta muzey ko'rdim. Kirish arzon ekan, 3 euro ekaniga. O'shani ko'rgani ketaman. Google'dagi rasmlari bilan chiroyli ko'rindi. Endi ko'ramiz borganda bu muzey qanaqadir особенный ekan yoki yo'qmi. Hamma yoqda remont ketyapti. Qiziq, nima uchun? Qanaqadir kabinka qilayotganga o'xshayapti. Xuddi bilmayman, saylovga tayyorlanishyapti yoki yozda bu yerda qanaqadir magazinlar qo'yib sotuv bo'ladi. Shahar markazi.
Tabiatga yana bir bor aytaman, juda ham chiroyli. Ispaniyani o'zimga yoqadigan tarafi ham, masalan, odamlarga ahamiyat beradigan bo'lsak, men Yevropani bir 3-4 ta davlatlarida bo'lgan bo'lsam, ko'p joyda agar kassaga borganimizda, masalan, ingliz tilida gaplashadigan bo'lsak, chunki masalan, men o'zim nemis tili, ingliz tilida bemalol gaplashaman-da. Ingliz tilida gaplashadigan bo'lsak, masalan, Polshada yoki Fransiyada, hatto o'zimiz Germaniyada ham o'zim kassada ishlayman. Yoqmaydi odamga to'g'risi, masalan, nimaga deydi, biz davlatda buni ingliz tilida gaplashyapti deydi. Bu tegib turib, masalan, Ispaniyada bitta narsaga ahamiyat berganim, do'stona muomalada. Sizga hech kim mamlakat osmondan muomala qilmaydi yoki tilni bilmasangiz jahli chiqish, shunaqa narsalar yo'q. O'sha tomonlar ham, masalan, ertaga oilam bilan bu yerga ko'chib keladigan bo'lsam, oilamda hamma til bilish imkoniyati qiyin. Masalan, men o'zim bilarman, ukam o'rgatarman, lekin ota-onam o'rganishlari qiyin bo'ladi. O'sha sababdan ham, masalan, bu yoqqa kelishganda ertaga diskriminatsiya yoki boshqa narsalar bo'lmasligi uchun ham Ispaniya eng yaxshi davlat deb bilaman men o'zim uchun. Boya aytilgan muzeyga yetib keldim hozir. Ichkariga kirmoqchi edim. Bu yerda qarasam faqat aniq ekan, как universitetga o'xshagan joy ekan. Ichkariga kirib leksiya eshitsa bo'lar ekan. Kecha Retro parkiga ketayotganimda mana shu ko'chadan o'tgandim. Videoga olish xayolimda bo'lganda, no esimdan chiqib qo'ydi. Hozir mana yana o'taman. Ko'chani o'zi ham bu qanaqadir kayf berib yuboradi, to'g'risi ko'rganda. Va nihoyat kirishni topdim. Cho'ta bola bog'chasi bo'yotibdi, bilmayman bilet topa olganmikanman yo'qmi. Hamma yoqda bolalar, yosh bolalar. Maktabdan olib kelishgacha kelib, biz ham maktabdan olib borib turishardi-ya, zaparkka. Hola. Hola. For students? How old are you? I am 21. Perfect. The photo no flash, okay? Sorry, what? Without flash, okay. Kirishga kirib oldim, uni brat qo'limdagi shtativimni o'chirtirib qo'ydi-da, mumkin emas, короче, deb. Bir-birimizni umuman tushunmadik, lekin tushundik dedi. Bironta so'zni tushunmasdan turib bir-birimizni yaxshilab tushunib oldik. Muzeydan ham chiqib oldim, endi sekin ovqatlanish kerak, qornim ochdi. Bugun ovqatlanishga ham kechagidaqa sekin Taco Bellga boramiz. Har doimgidek kelgandan keyin shu ko'chada afrikaliklar yoki mana shu qoravoylar, bilmayman qatdanligini to'g'risi. Shu originalniy futbolkalar bo'ladi, o'shaqalarni sotishadi-da. Futbolka, sharf, kepka va boshqa narsalar. Futbolkani so'rasam, necha pul deyapman-da. Endi ofitsialniy storga kirsa 165 euro deydi-da. O'shanga endi bu yerdagini so'rab ko'rdim, 25 euro deyapti. Bari qimmat deyapman. 20 euroga olishi mumkin edi, lekin formam bor, nima qilaman formani. Sharf yetishmaydi. Bitta sharf bera qoling aka dedim. Necha pul? 15 dedi. 10 berdim, 12 deydi. Maydamga 10 euro bersam, ha bo'pti dedi, oldi-da. Har doim kelsam nimadir olib qo'yishim kerak edi, bor. Mayli. Любимый komanda uchun dedi. Hammasiga rozimiz. Va'da qilingandek, bugun mana keldim, ertalab voqlik turib onlayn bilet olishga harakat qildim, o'xshadi. Bilet narxi ham unchalik qimmat emas ekan, 6 euro, 45 minut. Bitta qayiqqa masalan 1 kishi bo'lib uchsa ham bo'ladi, 4 kishi bo'lib uchsa ham bo'ladi, narxlar bir xil. Qayiqda uchishga kelishga keldim-u, lekin vaqti belgilangan ekan. Soat 4:00 ga olganman, чтобы 45 minut uchib turib, keyin sразу stadionga ketishga. Yonimizda metro bor, metro stansiyasidan xudo xolasa metroga chiqib Santiago Bernabeu. Video olishni niyat qilib qo'ydim. Mani video bor-ku. Keyingi bekat Santiago Bernabeu deydi. Tirs chiqib kelib turib, hali Madridni qo'yib yuboramiz yo'g'iga. Bratimiz yomon qizarib ketdilar. Menimcha puflasham qiyin narsaga o'xshayapti. Lekin yaxshilashga totlar. Hard to play, dance with me, make me sway. Hurmatli gapiradigan endi kecha o'xshamadi. Bugun endi kirib sekin bir o'zim bitta qayg'i zayn qilaman endi. Mana va'da qilingandek qayiqdaman. Hoppa, yiqilib sho'si bo'ldi kameram. Qayiq o'tirib olganman. Sekin. Havo zo'r. Ishqilib semiz bo'lib qolmagan bo'lsam bo'ldi videoda, qorni katta bo'lib. Lekin va'da. Ishqilib bir o'zim hamma parchga men bir o'zim deydi. Ishqilib normalniga tortaman.
Bu yerda 45 minut katatsiya bo'lgandan keyin o'sha 45 minut shu yerda qayiqda suzamiz endi. Undan keyin sekin o'sha stadion tarafga ketishni boshlayman. Chunki soat voy bilan. Soat 7 da stadionga borishim kerak o'sha. Chunki o'yin 9:30 da bo'lsa 5 da bu yerda vaqtim tugaydi. Voy bilan. 2 soat man o'ylab topish kerak endi, bor 2 soatga. Bu orada uyga kelib turib bir marta cho'milib ketishga ham usvet qilyaptim. Soat 19:00 ga yaqinlashyapti. Hozir sekin metroga tushib, metrodan Santiago Bernabeuga qarab yo'l olaman. Metroga tushib oldim. Uni yo'l kirasi 4 euro ekan. Onasini 4 euro. 3 tasini tushishga 4 euro. Mayli. Santiago Bernabeu unga arziydi. Próxima estación, Santiago Bernabéu. O'shtga borib birga nishonlash va futbolistlarni kutib olish. O'sha biz kutgan, biz istagan Real Madridning oldidagi o'sha mana hamma qahramonlar. Mana bitta Vinimi bormi? Ana Vini ham orqadan maymunga o'xshar ekan, lekin Bellingham. Real Madrid. Va tayyor edi Madrid formasida. Sizga aytayotgan gapim seriozniy emas, lekin futbol fanati sifatida, ya'ni Realning fanati sifatida o'zimni jannatga tushib qolgandek his qilaman, to'g'risi. Chapga qarasa Santiago Bernabeu, o'ngga qarasa polni fan shop. Orzu-da bu to'g'risi. Yonimizda intervyularni boshlab yuborishdi. Umr ko'rishga orzu qilganim shularni bor. Pastdan faqat videoda ko'rardim, otlarda yurishganini. Televiziyaga tushib qolishimiz mumkin. Kamerasi baribir ko'rmayapti. Sociedadda o'yinchilar yetib kelmoqda. Ko'rib turganingizdek, jamoa stadionga yetib keldi. Endi hamma sekin stadion tarafga yo'qlayapmiz. Bir 20 minutda kirishga usvet qilsam kerak, menimcha kontroldan o'tguncha. Men tekshirishdan ham o'tib oldim. To'g'risi kirmayman deb o'ylagandim. Qo'limdagi shtativimni ko'rib turib, juda katta buningni qatga qo'yib kelishing kerak deyapti. Qatga qo'yib kelaman men. Bunaqa paytda qatga qo'yib kelishim mumkin. O'yin boshlanishiga 1,5 soat qolganda qatdan joy topaman. Gastinisinga borib qaytarib qo'yib keldi. Jinni bo'lib qo'ygan, 1 soat borib kelishim kerak-ku. O'shanga tushuntirdim, to'g'risi, aka dedim, Germaniyadan keldim shu o'yin uchun. Hozir meni tikka chopib olmaysiz. To'g'ri kelmaydi bu haqiqat kelsa. Xo'p dedi, mayli deb kattasini yetaklab keldi. Keyin kattasi bilan gaplashdim, aytdi, sumkingdan chiqarmagan bo'pti dedi. Xo'p dedim men. Va mana o'sha mashhur Santiago Bernabeu. Oy, va nihoyat orzum amalga oshdi. Tom yopilgan, maksimalni shum bo'ladi bugun. Bu meni joyimdan ko'rinish. Voy. Orzu qilgan. Umr bo'yi orzu qilib to'g'risi. 3 yil oldin xayolimga ham kelmagandi. Bir kun Santiago Bernabeuda o'tirib futbol ko'rish xayolimga ham kelmagandi. Jamoalar o'sha trenyorga qo'shilib qoldi. Tanqid ko'rsa bo'ladi. Главный sostav o'yinchilar o'zlari Turkiyada birga tayyorgarlik boshladi. Qolganlari mana shu vaqtda kompyuter Junior!
Ancelotti. O'yinchilar kelishni boshlashmoqda. Stadion atmosfera bomba. Ultrada tarafdan yaratilgan bayroq. Opa! Ne? Chiroyli aylanib o'tdi. Hop! Hop! Ay ay ay. Vini zajebał. Oj. Vasquez. Oj. Asensio. Birdaniga yo'q joydan bitta gol. Endrikka gap yo'q, o'ziga deb aytib turdim. O'yinni ikkinchi taymni 17-daqiqasi уже. Yo'q. 13-daqiqa, 12-daqiqasi ekan, uzr. Qiziq ketyapti. Lekin hujumlarimiz umuman to'g'risi kelishmayapti. Hozir Valverde yotib qoldimi adashmasam? Valverde mana ochildi. Ishqilib travma olmagan bo'lsa bo'ldi. Vasquez bo'lsa bo'lmasin, lekin Valverdega tegmadi. Hakamiz tushishga tayyorlanyaptilar. Endi kim o'rnigaligini bilmadim, lekin Vinini olib tashlasa yaxshi bo'lardi. Vinini jo'ta o'yini kelishmayapti. U naryoqda Bellingem yondiryapti. Hoppa.
boramiz Endrik o'rniga. Lekin ancha ko'tlik qilishni to'g'risi bor-ku, 100% hujumni yo'q qilishdi. Menimcha o'shdan turib o'ynab ketishmoqchi shekilli. Desam, Mbappe qaytdi o'rniga. Ko'ramiz. Ayman, mayli. Hujum o'tib ketmasa bo'ldi. O'tib ketmasa bo'ldi deb turdim. Oy. Ah, yes. Juda ko'p omadimiz kelmoqda to'g'risi. Uchrashuvning 72-daqiqasi omadimiz to'g'risi nereallikka otdi. Avtogolni tarsillatishdi. O'zinikini o'zi chotidan urib mana 2 olib berdi to'g'risi. Adashmasam Alabaga tepib ketib qoldi bu. Onasini yemsin. Mayli. Yo ekstra time ko'ramiz yoki hozir kutilgan Realni ko'ramiz. O'yinda Rodrigoni, Vinicius'ga umuman o'yini kelishmayapti to'g'risi. Rodrigoni olganda ham Brashimni tushirib nimada qilsa bo'lardi. Brashim ham o'zini qanotini yondiradi, lekin Karloni odatda bilamiz. O'ynagisi kelsa kelmasa o'ynaydi. Birinchi sariq kartochka adashmasam. Yo'q joydan Lunin raqibga burchak zarbasi ishlab berdi. Yo'q joydan просто tak tegmasligi kerak bo'lgan joyda qilib qo'ydi. Hozir shu yerdan gol olib ketsa pizdes bo'ladi to'g'risi. Hoppa. Давай. Desam, atlarni o'ylasam, yana burchak to'pi. To'g'risi bor. Shuncha ko'p tepilyapti. Hozir 2 olib beramiz to'g'risi bor bu ketishda. Oy. Yes. Maestro tushdi o'yinga, maestro. Alaba ikkinchi avtogolni urdi. Ko't qotdi to'g'risi bor hamma narsani. Ikkita avtogol urdi. Undan ko'ra hoppa. Kapioliga borib golga. Bellingham! Kim bo'lsa ham boshi bola har doim chiqadi. Men bo'lman bu yerda. Borib. Stadion oyoqqa turyapti просто. Jarima zarbasi.
O'yinning asosiy daqiqalari tugadi. Endi ekstra time ko'ramiz. Bu ketishda bilmayman qanaqa qilib bular finalda yo Atletico yo Barsani yengish niyatida. Endi Real Madrid ko'ramiz endi. To'g'risi boya ikkinchi avtogoldan keyin 3-1 bo'layotgan holatda men o'ylagandim, pishta bo'ldi deb o'ylagandim. Ikkita gol urishdi lekin gap yo'q ondaga. Voy! O'ylab topgan narsasini. Burchak zarbasi Modric. Hoppa. Endi kontrataga bermaslik kerak muhimi. Iltimos bermaylar, qo'ymadi tez. Real o'yinni ko'rish как будто attraksionda tushga o'xshaydi, borib. Bir nastrina ko'tariladi, bir tushadi, bir ko'tariladi, tushadi. Bekor ekstra time o'tdi, borib. O'yinni boshida hal qilish kerak edi. Fishday boshchilik shunaqangi balandki, o'zim ovozimni eshitmayapman. Hozirgi folga prosta tak faqat sariq kartochka berildi. Yana bir burchak zarbasi. Arda. Bernabeu уже nishonlamoqda. Birodarim zamon ekanlar. Hoppa. Bernabeu yonmoqda. Ish qilib gol o'tkazib yormaslik. Yes! Wow! G'alaba! G'alaba qozondik. Chilaga gap yo'q. Haqiqiy xarakter ko'rsatishdi. Qisqa sayohatim o'z yakuniga yetmoqda. Umid qilamanki, ushbu qilgan videoyim endi masalan shu ozgina bo'lsa ham hayotni ko'rsatib berish, qanday bo'lish, masalan qanaqa kelish, aylanib keyin futbolga borishlar sizlarga yoqqan bo'lsa, xursandman. Agar yoqqan bo'lsa, nima desa bo'ladi, o'zim oldimga qo'ygan maqsadni to'g'ri bajargan ekanman demak. O'sha havo salqin bo'lib qoldi bugunisi. Endi sizlarga ham Xudo xolasa kelishlar nasib qilsin. Kelsanglar birga videolarga olib, shunaqa qilib aylanib kayf qilinglar to'g'risi. Ketkizgan vaqtingizga rozi bo'linglar. Shu bilan bugun olgan videoyim ham o'z nihoyasiga yetdi. Sizlarga yoqqan bo'lsa like qilinglar. O'zingizga blogni o'tkazib o'ylamanglar, просто qiziqishga. Ertaga o'xshamasa ham hayotimda baribir qolgan bo'ladi. Mana shu joyga borganman, mana shu o'yinni jonli ko'rganman. Endi sizlar Real madhiyasini eshitdinglar. Bellinga Allohim o'zingga shukr. Shunday imkoniyat yaratganingga.